Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan maxsus sovg'a yuborishdi YouTube sahifamiz uchun, ya'ni Ruxsor telekanali 100 mingta obunachidan oshganligi sababli bizga Amerikadan kumush knopka taqdim etildi. Do'stlar, hayajonli daqiqalar keldi. Endi birgalikda mana shu sovg'ani ochamiz birgalikda. Biz ertalab kelganda ochgan edik, ya'ni rahbariyatimizga ko'rsatgan edik. Shuning uchun sizlarga ham ko'rsataylik dedik. Xo'p, xullas turk tilida bizga tabriknoma yuborishibdi. Xullas 100 mingta obunachi bo'ldingiz. Sizni qo'llab-quvvatlaymiz. YouTube kanali tomonidan yana ham ijod qilishga undashyapti. Va nihoyat yana bitta tabriknoma. Va biz kutgan daqiqalar yetib keldi azizlar. Mana kumush knopka. Ya'ni biz kumush knopkani roppa-rosa 15 kun oldin buyurtma qilganmiz, ya'ni maxsus saytidan buyurtma qilganmiz, ustiga yozganmiz. Atayin buyurtma asosida Ruxsor teleradio kanali uchun maxsus mana 100 mingta obunachi yig'ibsiz degan ma'nodagi mana shu kumush knopka. Mana aziz yurtdoshlar, bizni qo'llab-quvvatlashingiz sababli Amerika Qo'shma Shtatlari bizni rag'batlantiryapti. Biz juda ham xursandmiz. Siz uchun ijod qilishda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang. Nafaqat YouTube sahifasida, balki Telegram, Instagram sahifalarimizda ham qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz va mana shu kumush knopkani o'rnida yaqin kunlarda balkim oltin knopkalarni ham birgalikda nishonlash hammamizga nasib qilsin. Hammaga rahmat. Barchasi sizlar uchun.